Yozuvchi va tarjimon Mirkarim Osim 1907-yili Toshkentda ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Dastlab eski maktabda, so'ngra Shams-ul-Ulfon nomli boshlang'ich maktabda o'qidi. 1921-yildan Narimonov nomidagi ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil ko'rdi. Tarix fanidan qo'llanma, tavsiya, darsliklar yaratdi. Dastlabki yirik asari Astrobod tarixiy qissasi bo'lib, Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan. Ijodkorning O'tror, Shiroq, Tomariz, Temur Malik, Iskandar va Spitamin, Temur Malik, Mahmud Tarobiy kabi qissalarida ajdodlarimizning istilochilarga qarshi mustaqillik uchun olib borgan kurashi tasvirlangan. Tarixchi adib buyuk xizmatlari uchun orden bilan ham mukofotlangan. Mirkarim Osim Zulmat ichra nur, Jayhun ustida bulutlar, Ibn Sino qissasi, Al-Jabrning tug'ilishi, Singan Sedor, Mo'g'laroyim va Xonposhsha, Ulug'bek al-Xorazmiy, Biruniy Ibn Sino, Ashraf singari yorqin obrazlarni yaratib bergan. Ushbu asarlarida shoir va tarjimon Mirkarim Osim 1984-yili vafot etgan.